Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlar siyosati davlat e'tiborining eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Yurtimizda yoshlarning bilim olishi, zamonaviy kasb-hunarlarni egallashi, tashabbuskor va ijodkor bo'lib voyaga yetishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Yangi o'quv binolari, kutubxonalar, sport va madaniyat maskanlari barpo etilayotgani, xalqaro hamkorlik asosida o'quv dasturlari yo'lga qo'yilayotgani buning yaqqol isbotidir. Shunday imkoniyatlar avvalo yoshlar bilan bevosita muloqot va ochiq suhbatlar, ular bilan fikr almashish, takliflarni eshitish orqali yanada samarali tus oladi. Ana shunday samimiy uchrashuvlardan biri bugun Qarshi davlat texnika universiteti qoshidagi Nuriston akademik litseyda bo'lib o'tdi. Bu safar rahbar va yoshlar uchrashuvi deb nomlangan tadbirda universitet va akademik litsey rahbariyati, bo'lim boshliqlari, professor o'qituvchilar, iqtidorli talabalar va o'quvchilar ishtirok etishdi. Tadbirning bosh maqsadi yoshlarni faol hayotga, zamonaviy bilim va tajriba egallashga ruhlantirish, ularning fikr va takliflarini tinglash, shuningdek, oliy ta'lim muassasasining imkoniyatlarini keng targ'ib etishdan iborat bo'ldi. Uchrashuvni Qarshi davlat texnika universiteti rektori Sherzod Ne'matov ochib berdi. U o'z chiqishida universitetda yaratilayotgan sharoitlar, xalqaro hamkorlik aloqalari hamda ilm-fan rivojiga qaratilgan loyihalar haqida so'z yuritdi. Shu bilan birga ta'lim sifatini oshirish, xorijiy oliygohlar bilan tajriba almashish, talabalarning dunyo ko'rish ufqlarini kengaytirishi bugungi kunning dolzarb masalasi ekanligi ta'kidlandi. Shuningdek, yoshlar uchun aynan hozir bilim olish, o'rganish, izlanish davri ekaniga urg'u berildi. Tadbir davomida yoshlarning o'qishga, ilm-fanga, xorijiy tillarga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish, ularni xalqaro dasturlarga jalb etish borasida ham muhim ma'lumotlar berildi. Jumladan, yozgi ta'til davrida Yevropa davlatlariga haq to'lanadigan amaliyot Work and Travel dasturining afzalliklari haqida so'z yuritildi. Bu dastur yoshlarning nafaqat amaliy tajriba orttirishga, balki xorijiy til ko'nikmalarini mustahkamlash va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Universitet vakillari tomonidan ta'lim yo'nalishlari, mavjud kafedralar, laboratoriyalar va xalqaro hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar haqida ham keng ma'lumot berildi. Uchrashuvning eng muhim jihatlaridan biri rahbariyat va yoshlar o'rtasidagi ochiq muloqot bo'ldi. Yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarni berdi, takliflarni bildirdi. Ayniqsa, ta'lim sifatini oshirish, amaliy mashg'ulotlarni ko'paytirish, startap loyihalarga ko'mak berish kabi masalalar muhokama etildi. Bugungi kunda yoshlarimizga juda ham katta imkoniyatlar berilmoqda. Xususan, muhtaram prezidentimiz tomonidan 2020-yil dekabr oyida 49 sonli qarorlar qabul qilingan. Bu qaror asosida mana oliy ta'limni akademik litseylarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan mana shu litsey, akademik litsey professor o'qituvchilarini xorijiy stajirovkalarga jo'natish, talabalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida ishlab chiqarish tashkilotlariga olib borib, ularni ekskursiyalarni tashkil etish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Va mana shu qarorimizda berilgan vazifalardan kelib chiqib biz qoshimizdagi 3 ta akademik litseyimiz mavjud bo'lib, mana shu litseylarimizga moddiy texnik bazalarni yaxshilab beryapmiz. Ularni butun laboratoriya bo'ladi, yotoqxonalari, o'quv jarayonidagi laboratoriyalar bilan metodik qo'llab-quvvatlash ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Shu bilan birgalikda bugungi kunda mana shu Qarshi davlat texnika universiteti rektori boshchiligida mana shu litsey o'quvchilari bilan rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Bu uchrashuvni tashkil etishdan asosiy maqsad mana shu o'quvchilarimizni bugungi kundagi bizni oliy ta'limdagi imkoniyatlari bilan, shart-sharoitlari bilan yaqindan tanishtirish, ularni oliy ta'lim muassasalariga jalb qilish bo'yicha ma'lumotlar berish ishlari amalga oshirildi. Biz o'ylaymizki, mana shu oliy ta'lim bilan litseylar o'rtasidagi hamkorlik juda ham yuqori natija beradi va bu bo'yicha biz bir qator keng ko'lamli ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Darhaqiqat, bugungi ta'lim tizimi yoshlarning faqat nazariy bilimga emas, balki amaliy ko'nikmaga ega bo'lishini ham taqozo etmoqda. Shuning uchun ham o'quvchi yoshlarning ilk bosqichdanoq oliy ta'lim muhitiga yaqinlashuvi, ilmiy muhitni his qilishi muhim. Shu jihatdan Nuriston akademik litseyda bunday uchrashuvlarning tashkil etilishi yoshlarda katta ruhiy ko'tarinkilik uyg'otmoqda. Yoshlarga sifatli ta'lim berish, ularni bugungi kun zamonaviy ilm-fan sirlaridan xabardor qilish barchamizning asosiy vazifamiz hisoblanadi. Bizning akademik litseyimizda ham 7 ta yo'nalish bo'yicha chuqurlashtirilgan holda darslar tashkil qilib kelinmoqda. 700 nafarga yaqin tahsil olayotgan o'quvchilarimiz
Bugungi kunda sifatli ta'lim olish bilan bir qatorda xorijiy tillarni o'rganish, IT sohasida o'z bilimlarini yanada oshirish hamda fan olimpiadalarida munosib ishtirok etib kelmoqdalar. Birgina o'tgan o'quv yiliga e'tibor qaratsak, akademik litsey o'quvchilarimizning Nuriston Zakovat jamoasi o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan respublika musobaqasida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritib, 100 million so'm pul mukofotiga sazovor bo'ldilar. Bugungi tadbirga bevosita to'xtaladigan bo'lsak, akademik litseyimizning bitiruvchi o'quvchilari rahbar va yoshlar uchrashuvi doirasida navbatdagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Yoshlarimiz o'zlarining qiziqtirgan savollariga to'liq javob olib, o'zlari kelajakda qaysi yo'nalishni tanlash, texnika universiteti bilan hamkorlik doirasida o'zlarini kelgusi rejalarini belgilab oldilar. Bunday rahbar va yoshlar uchrashuvi akademik litsey bitiruvchilarimizning ta'limning keyingi bosqichida qaysi universitet bilan, qaysi yo'nalishda tahsil olishlarini aniqlashtirib olishdan asosiy maqsad hisoblanadi. Bugungi uchrashuvimizda ham bevosita bizning iqtidorli o'quvchilarimiz Qarshi davlat texnika universitetini yo'nalishlari, fakultetlari, u yerdagi sharoitlar to'g'risida o'zlariga qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Maqsadimiz iqtidorli o'quvchilarimizni ta'limning keyingi bosqichiga to'liq qamrab olish, ularni bugungi kun eng zamonaviy kasb sirlaridan boxabar qilish va yetuk yangi O'zbekistonni taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadigan kadrlar qilib tayyorlashdan iboratdir. Tadbirda yoshlarning fikrlari ham tinglandi. O'quvchilar o'z orzu va niyatlarini, ilm-fanga bo'lgan qiziqishni bayon etishdi. Yoshlarning bunday fikrlari ularning ongida o'z yo'lini to'g'ri tanlash, mehnatsevarlik va maqsad sari intiluvchanlik tuyg'ulari shakllanayotganidan dalolat beradi. Qarshi davlat texnika universiteti haqida juda ko'p bilimlarga ega bo'ldim. Ular haqida juda ko'plab ma'lumotlar berildi. Ko'plab imkoniyatlar borligi haqida aytib o'tildi. Bugungi tadbirda meni qiziqtirgan joyi o'quvchilarning 2+2 va boshqa xalqaro grant dasturlari qiziqtirdi. Tadbir davomida albatta litseyni bitirgandan keyin Qarshi davlat texnika universitetiga o'qishga kirishni va u yerda turli xil xorijiy grantlarni yutishni oldinga maqsad qilib qo'ydim. Hozirgi kunda o'zimning qiziqqan fanlarim matematika, nemis tili, ingliz tili va kelajakda iqtisod yo'nalishida o'qimoqchiman va shu kasb egasi bo'lmoqchiman. Shu kungacha ingliz tili va nemis tilidan C1B2 sertifikatlarini qo'lga kiritdim. Nuriston litseyimiz Germaniyaning xalqaro Goethe instituti bilan hamkorlikda ishlaydi. Litseyimiz Goethe institutida tanlov o'tkazadi va u tanlovda g'olib bo'lgan o'quvchilar Germaniyaga 1 oylik yozgi til kursiga borish imkoniyati mavjud bo'ladi. O'tgan o'quv mavsumida men shu tanlovda qatnashib g'oliblikni qo'lga kiritdim. Bu uchun o'zini ustida to'xtamasdan ishlash kerak, ilm olish kerak va harakat qilish kerak va o'z oldiga qo'ygan maqsadi yo'lidan hech qachon to'xtamasligi kerak. Litseyimiz bevosita Qarshi davlat texnika universiteti qoshida tashkil etilganligi o'quvchilarimiz uchun ko'plab imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Men kelajakda Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi bo'lishni niyat qilganman. Shu paytgacha sertifikatlarni va yutuqlarni qo'lga kiritib kelyapman. O'tgan o'quv yilida ingliz tilidan bitta daraja qo'lga kiritdim. Ona tili va adabiyot fanidan B darajani qo'lga kiritdim va yaqinda tarix fanidan ham sertifikat olishni niyat qilganman. Bugungi tadbirda o'quvchilar uchun kelajakda qaysi universitetni tanlashi va ular uchun ko'plab imkoniyat yaratib berilgani haqida aytildi. Qaysi sohani tanlashlari haqida, chet eldagi top universitetlar haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bugungi uchrashuvda men uchun eng qiziqtirgan narsa chet davlatdagi top universitetlar o'rtasidagi hamkorlik va o'quvchilar u yoqda borib o'qishi men uchun qiziq bo'ldi. Kelajakda o'z kasbimni, ya'ni yaxshi yurist bo'lish uchun ko'proq hozir bilim olishim kerak. O'z oldimga katta maqsadlar qo'yganman. Bu maqsadlarga erishish uchun harakatdan to'xtamayman.
Tadbir yakunida faol ishtirok etgan, a'lo baholarda o'qiyotgan bir guruh iqtidorli o'quvchilar sovg'alar bilan taqdirlandi. Ularning quvonchi, ko'zidagi faxr va g'urur har bir ishtirokchining qalbida iliq tuyg'ular qoldirdi. Bunday tadbirlar yoshlarni yanada faol, tashabbuskor, o'z oldiga aniq maqsad qo'ygan shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Yurtimizda yoshlar masalasi doimiy e'tiborda. Rahbar va yoshlar uchrashuvi kabi muloqotlar ularning orzu intilishlarini qo'llab-quvvatlash, zamonaviy ta'lim tizimiga jalb etish, eng muhimi kelajak uchun mas'uliyat hissini uyg'otishga xizmat qiladi. Mazkur uchrashuv yoshlarning hayotida yangi bosqich, yangi ilhom manbai bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki har bir yosh qalbida men ham muvaffaqiyat qozona olaman degan ishonch uyg'ondi. Zero yoshlarga ishonch bu kelajakka ishonchdir. Ularning bugungi izlanishi ertangi yutuqlarning poydevoridir.